Davom etamiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda zamonaviy kasblarga qiziqish tobora ortib bormoqda. Ular orasida treyderlik ham juda ommalashdi. Biroq treyderlarga ishonib, firibgarlarning tuzog'iga tushayotganlar ham yo'q emas. Xavfli tomoni shundaki, daromadingizni bir necha barobarga oshirib beraman deb aldaydigan soxta treyderlar soni ortib boryapti. Xorazmda ana shunday shaxs mingdan ortiq kishini chuv tushirdi. Xo'sh, u qanday yo'l bilan odamlarning ishonchiga kirdi? Jabrlanuvchilar qancha zarar ko'rgan? Bu haqda muxbirimiz Muhammad Amir Hayotzoda batafsil so'z yuritadi. Bundan bir necha kun oldin bitta Telegram kanaliga a'zo qilib qo'yishdi. Trading orqali pulni bir barobar ko'paytirib berish haqida ma'lumotlar bor edi. Pulimni bir barobar ko'paytirib olish maqsadida 20 million pulimni tashlab berdim. Oradan bir soatcha o'tgandan keyin bloklab qo'yishdi. Oldiga ana shunday kompyuterlardan bir nechtasini terib qo'yganlar har doim ham haqiqiy treyder bo'lavermaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda har 4-chi odam o'zini treyderman deb atayotgani esa boshqa masala. Ularni soxtasidan haqiqiysini ajratib olish qiyin hisoblanadi. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bugungi kunda shu soha orqali minglab odamlarni aldab, pulini shilayotganlar ham yo'q emas. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti Kiberxavfsizlik markazining hududiy bo'linmalari tomonidan mingdan oshiq fuqarolarni aldab, soxta treyderlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan shaxs qo'lga olindi. Yuqorida aytilayotgan shaxs Xorazm viloyatida qo'lga olingan. Eng qizig'i shundaki, uning yashash manzili ko'zdan kechirilgan paytda o'ndan ortiq planshet, 96 ta uyali aloqa vositalari, 1170 bitta bank kartalari hamda 343 ta mobil aloqa operatorlarining sim kartalari topilgan. Hozirda holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Muhammad Amir Hayotzoda, Xo'jakbar Ibodullayev, Hudud informatsion dasturi uchun.